Assalamu alaykum hürmetli radio anlıqçılar. Adabiy anlatış programımızda anlaşılarını qarşı alamiz. Bugünkü programımızda yazğıcı Halida İsrail'nin Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anlatamiz. Voy qandoq qilay, mening qizlarimni naladi. Kimlarning qo'lida xo'rinib yurdi qandu. Nima kunlarni ko'rib o'tdi qandu. Men har qaysini pek obdan bilaman. Chechani parqirtib tarashib olganing bilan insof yo'q senlarda. Anam meni, dadam meni. Nemishqa orzulabdiki. Mening bundaq bo'larimni nemishqa o'ylamabdiki. Avzxon huduqib qoldi. Ovozi xuddi hozirla yig'ilib yetadiganidek titraydi. Yo'q, xush bo'lib ketay. Men oldiraydim. Saqolliq hiylab kulgunicha yerga tushdi. Kot sanduqi ustidan bir mislagani elib sirtqa mo'ngdi. Buningga ma'qul o'zg'inim. Sizlar uchun birlagan g'ora emas, birlagan tilla desimi tepiladi sizlar. U daraxtlar orasiga kirib g'oyib bo'lgandan keyinla Havzxon sal yeniklashgandek bo'ldi. U ko'rpining bir burchiga qo'rnibqina o'ltirdi. Kaynidan yana sakrab qopib, boyiqi takiyini marabga elib qo'ydi. Sirtqa chiqib boqmoqchi bo'lib, eshik tuviga berib, nemishqidir yana kayniga qaytdi. Qanchalik o'ltirdikin, ushtumtut orqa tarafdan tiriq qilgan ovoz anglandi. U ishti kayniga burilishiga yo'g'on bir jup qo'l uni orqa tarafidan mahkam quchoqlab oldi. Simdek yirik soqolliq, yo'g'on qip-qizil chiroy uning yuziga yaqinlab keldi. Ko'zlari qon qo'yilgandek qip-qizil edi. Havzxon dahshatli ovozda chirqirab, beshini har yon elib qochdi. Qopqonga tushib qolgan qushdek tipirlaydi. Qo'llari bilan heliqi badbashiri chiroyni totilaydi. O'ttir kelgan yerini tishlaydi. Iyiqnikida kuchli qo'l uning qo'llarini qo'shib chim quchoqlab oldi. Orqadan uni ko'rpiga bosdi. Yerda supi ustida porlashgan chaylangan seriq so'zin gullar chechilib qoldi. Chochlari chuvilgan, kiyimlari yirtilgan Havzxon oqshimi bir yig'liq o'rni elib uyiga qaytib keldi. U onasi bilan yangilariga ko'rinib qo'yibla, asta o'stan bo'yiga ketdi. Kechsi u o'standagi atiyozning muzdek suyida ko'krigigacha chilishib uzoqqacha turdi. Cho'lpon tuqqan chaq edi. Onaning kesili ushtumtut o'zgarib qoldi. U qizig'i tikilganicha uningga aytolmayotgan qandoqdir so'zlari bordek bir holatda jon o'zdi. G'o'ri solgan oshdan bir qo'shiqmi ichalmadi. Butun bir yoz, bir qish Havzxonning ko'zidan yosh qurimadi. To'kkan shuncha yoshlariga, chekkan dard alamlariga helim qurib ketmadi. Oxiri yana taqdirga tan bermay bo'lmadi. Oradan birar yilcha o'tib, heliqi cho'ng bog'ning xo'jayinidan elchilar kelganda, u dadasi bir tuqqanlarning o'ylamagan yeridan chiqib bu to'yga rozilik bildirdi. Havzxonning eri umrining tangdan to'lisini Makka Madina taraflarida musofirchilikda o'tkazgan. 5-6 yilning oldida yurtiga qaytib kelgandan keyin mushu cho'ng bog'ni setib olib o'ltiraqlashib qolgan kishi edi. U atrofdagi kishilar bilan zodi berish kelish qilmaydi. Dehqonlar har kuni atiganda yoki kechqurunlari bu bog'dan behim mo'ngli qiroat ovozini anglashadi. Va uni ajoyib taqvodor, xislatli odam deb hurmatlashadi. Uningdan aymanatdi. Havzxon odamzod kam oyoq bosadigan bu bog'da qafasdagi qushlarning hamrohligida 6 oyni o'tkazdi. Bog'ning cho'ng yo'lga qaraydigan temi tarafida bir ravoq bor edi.
Havzixon har kuni o'sha ravaqda o'ltirib, o'tgan kechgani tomosha qiladi. Bir kuni bu yo'ldan bir otliq yo'lovchi o'tdi. U 25-26 yoshlardagi qora qosh, qorchig'idek o'tkir ko'zlik, burdi ustiga qoyilib turadigan yigit edi. Havzixon shuningdan keyin uni pat-pat tushida ko'radigan. Ko'ngli sirq talpinadigan bo'lib qoldi. Jannatdek bog' uning do'zaxdek ko'rinadi. Oxir bir kuni u erining saroy uyida yana bir ayol bilan giralishib yotganining ustidan tushib qoldi. Shu kunila bo'g'cho'misini ko'tarib dadasining uyiga yenib keldi. Erining bu ishiga ortiqcha azoblanib ketmadi. Aksicha, ig'ir bir yukdan qutulgandek yengillab qoldi. Havzixon do'stining chaqni to'xtatganligini, ketishga jabdurganini to'ymadi. Hamroxon orqasiga o'tib, kappida quchoqlab olgandan keyinla andikib ho'shini topdi. Keyniga aloq-jaloq bo'lib qarab, uyalganidan qip-qizil bo'lib ketdi. Bechora Havzixon, shunchami bo'lib ketarsizmi? Cho'qim Abdulla Burutning jini chaplashibdi sizga. Havzixon chidab turolmay, ich qornini to'kib Qanday qilay? Menga bir yo'l ko'rsatinglar. Jinim adash 3 kundan keyin kelman deb ketgani 3 oy bo'ldi. Ya o'zi yo'q, ya ishkili xeti. Anglasam Arg'olda uning o'tida kuydigan bir satang bormish. Ansirmanglar adash. Arg'olning satanglari sizning qo'lingizga suv qo'yib bermaydi. Meningcha, ata munda qilili. Toza jabdunib, Imom Abtar bozoriga borili. Bozorga borsaqlar, ya birasin xabarini anglaymiz, ya o'zini uchirtimiz. Hamroxonning so'zlari uning ko'ngliga yoqdi. Lavlarida tabassum o'ynab, ko'zlari o'tdek yenishqa boshladi. Hamroxonni uzitib qo'yib, nemishqidir yana helaqa qayri ujmi to'yiga keldi. Kun tuqqanda tug'ib meni mashqum sizni, oy tuqqanda tavratganmi bo'shkingizni. Bu atrofda hech kimning ujmisi Havzixonlarning oq ujmisiga yetmaydi. Dona-dona oppoq ham shirin. Uning ustiga shuncha barakatlik. U hovlidagilardan eshib butun mahallani to'ydirdi. Nanadan ayollar, ushoq bolalar kelib irg'itib yeb ketishidi. Hech nada ujmi qolmagan chog'lardami uning bariqsan shoxlari orasidan tepildi. Ajoyib xosiyatli daraxt bu. Havzixon ujmiga chiqib elib, ang dolliq ham pishiq ujmilarni tanlab yeyotdi. Nemishqikin u kichkidan tortib yerga tushgan ujmini yemaydi. Bir erga tekkan cho'kan bo'lib qolgan bo'lsa-mu, bolalik vaqtlaridagidek shoxning uchiga chiqib oladigan odatini tashlamagan edi. Shu topda u yalang'och putlari bilan yo'g'on putaqa apjildasib, bir qo'lida putaqning sal yuqorisini tutib elib, nozik bir harakat bilan o'ngga, so'lga, yuqoriga, tuvanga so'ziladi. Bilaklari so'zilganda siyriq atlas ko'ngligining yengi seyrilib tushib, kumush bilazik bilan oppoq bilaklari ko'rinib qoladi. Shoir ro'mili yelkisiga tushib qolgan. Sal cho'g'ilib to'zg'an, chiroyi atrofida qop-qora do'lqinsimon doira yasab turgan sochlari uning o'ngini texmi oqroq va nozukroq ko'rsatdi. Amdi tuvanki bir shoqqa tashlangan Havzixon qilin yo'pirmoqlari orasidan suratdek bir chiroyni ko'rib qilib, ujmidan yiqilib tushgili tas qoldi. U pat-patla uning tushiga kirib qoladigan. O'ngidimi xiyolidan neri bo'lmaydigan heliqi yigit edi. U Havzixonlarning uyi yenidagi to'plang yo'ldan otliq o'tib ketayotdi. Shu topda bosh ustida chiroyli bir yosh cho'qonning behush holatda o'ziga qarab qaytib qolganini bilmaydi. Beshini ko'tarib qarab beqish xiyoliga kirib chiqmaydi. Otliq yigit toki ujmining ostiga kelguncha Havzixon esini yig'olmadi. Bir qadam, 2 qadam o'tib ketayli deb qoldi. Bir chaqda u o'zining nima qilayotganini sezmagan holda changaladagi ujmini yigitga qaratib otdi. Cho'chib ketgan otliq yigit beshini ko'tarib quyosh nurida porqirab turgan yeshil yo'pirmoqlar orasidan seriq atlas ko'ylak kiygan yosh ayolni g'ilpol ko'rib qoldi. Qo'liqiga bilazik, cho'shtangilarning jaranglashi. Ayol kishining uningdan suzukrak kulkisi anglangandek bo'ldi. U ikkinchi qitim orqasiga burilganida
oppoq bileklari bilan shoxni qayirib, o'ziga qarab turgan oq yuzlik, qora ko'zlik cho'kanni ochiq ko'rdi. Ani shuningdan keyin Avzxon har kuni o'jmiga chiqib elib, yigitning yo'liga qaraydigan. Yiroqdan yigitning qorasini ko'rishi bilanla qopoq cho'gini elib suvga chiqadigan bo'ldi. Yengilari bo'lsa, uning yaqindan beri suv akilishga nemanchilar omroq bo'lib ketayotganligining tegiga yetolmay hayron edi. Chin kutish vaqti. Quyosh yer jahonni to'nirda qizitmoqda edi. Etizliqlari ustidan, sayliqdan lo'g'uldab issiq harorat o'rlaydi. Janub yezlarining to'pisiga kokcha yaxshi pishadigan vaqtlari dal mushu vaqtlar edi. Etizliqlarda tarlab pishib ishlaydigan dehqonlar. To'poloq yo'lda qapoq ko'tirgan qiz cho'konlar ko'rinmaydi. Faqatla Avzixonlarning uyining orqasidagi ko'ni juvozxonadan to'xtamay anglanib turadigan juvozning mo'liq g'ijildishi sahro yerining jimjitligini buzib turadi. Ujmi ustida o'ltirib yuzlari esilib, tomoqlari qurib ketgan Avzixon qapoq cho'gindagi suvni udul kelgan yerga sepib etdi-da, o'stan tarafga. To'g'risi, yigitning oldiga qarab mangdi. Cho'gdek qizirib ketgan to'polon yo'lning yalang'och putlarini ko'ydirib o'tganligini sezmay, xuddi ko'p-ko'p chiman ustida ketayotgandek asta mangdi. Toki otliq yigit oldiga yetib kelguncha uningdan ko'zini ololmadi. Yigitmi uningga qaraydi. Ko'zlari o'tdek chaqnaydi. Buruti ostidagi lavlari muloyim kulimsiraydi. Avzxon ko'nglining yangi bilan yuzini to'sib o'tib ketmoqchi bo'lib edi. Yigit so'z echib qoldi. Shuncha yerdan sizni deb kelyapsam, qarabmi qo'ymaysiz-ku? Menga bir qarang, Avzxon. Avzxonning yuragi issiq bir narsa qo'yilgandek sho'rrida qilib, qo'llarini tushirib yerga qarab oldi. Bir pasdan keyin ko'zlarini yerdan elib, o'ziga to'ymay qarab turgan yigitga lappida bir qarab qo'yib, yana ko'zini ap qochdi. Aytimni bu peshonamga yezib olmagan, haqlar ajab bo'lyapti-ya. Ba'zilar uz bo'lg'ach, al og'zida birkan. Bizdek bechoralarni onamiz bilan dadamizdan bilak odam uqmaydi ekan. Esit, bizmi odam bo'lib qoptimiz. O'zlari shuncha issiqda nega mangdi lekin? Uni bir demang. Ichimmi, teshimmi o't. O'lay dedim. Avu kapida harduq olg'ash tursam, suyingizdan berasizmi, Avzixon? Avzixon pisingida kulib qo'yib, gap qilmayla o'stan bo'yiga ketdi. Abdulla uning orqasidan qarab qoldi. Shu kuni ishkaylan jo'naklikning o'ttirsidagi kapida yarim kun mungdashdi. Avzixon uningga onasi burunqi eri to'g'risida Abdullani dastlabda ko'rgandan tortib esidan chiqarolmaganligigacha so'zlab berdi. Abdulla uningga xuddi nihoyatda burundan tortib to'nishdek. Uzun ayrilib ketib, qayta uchrashgan qadinosidek tuyuladi. Abdullamu uni ujmi to'pisida ko'rgandan tortib, orag'ulda birdam turg'isi kelmaydigan bo'lib qolganini deb berdi. Kun qayrildi. Kapining ichi qorong'ulashishga boshladi. Yerga qarab o'ltirgan Avzixon Abdullaning vujudidagi borgan seri kuchayotgan g'alati tinchlikdan dakki-dukkiga tushib qoldi. Jinim Avzixon, menga ichingiz og'irsin. Dadingizda o'lay dedim. Abdullaning ovozi bo'g'ib chiqdi. U birdilla Avzixonning beshini ikki qo'li bilan mahkam changallab tutib oldi. Shu hamon Avzixonning dimiqiga o'tkir tar aralash erlarga xos puroq urildi. Abdullaning ko'zlari yongan. Kuchlik nafasdan burun to'shiklari kerilgan. Ikki mangzida bir qizillik yelinchoshqa boshladi. U ko'zlarini yumib Avzixonga engishdi. Engishdi-yu, qattiq bir tasdikdan choyib chaqqandek andikib, ko'zlarini yo'g'on ochdi. Uning qo'lidan yulqinib chiqib ketgan Avzixon kapining eshigida xuddi qo'li og'rib ketgandek o'ng'aysiz holatda turadi. Javobingiz shu bo'ldimi? Sizni mundaq qila deb o'ylamabdi ekanman. Men undaq siz o'ylagandeklardan emas. Amsi qanday qilay? Yuragimni yerib ko'rsataymi ya? Meni amringizga eling, ondan. Avzixon, siz bilmaysiz. Mening pulim, mol dunyorim yo'q. Dadangiz menga hurdas bermaydi. Ba'misa ap qochmamsiz. Zeb devankansiz. Gapingiz gapmi? Vaqti kelganda yenib olmaysiz-mi? Gapim gap. Avval orig'i kishi qo'yib beqing.
Ular endi qo'g'in pelaklarning orasidagi qirda yonma-yon o'ltirdi. Dar ikkisi bir-biriga talmuratdi. Bir-biridan ko'zini uzalmaydi. Hech qaysisining avval qo'zg'alg'usi kelmaydi. Bayatın qo'lingiz og'irdimi, Havzxon? Yo'q, qo'lim emas. Sizga ishchim og'irdi. Undaq bo'lsa, mana enikimni tutib beray. Yana ikkini uriting. Juga. Ursa urg'uliq, ma'ni nemaydi? Shug'unisi enkingiz ajrab ketsa bu kechida davo izlab ovar bo'lmasin deyman-a? Davosimi tepilib qola. Abdulla Havzixonning ko'ziga tikildi. Havzixon yerga qarab oldi. Xo'sh, amsa Havzxon. Xudoyimga omonat. Ayting, yana ko'rishalaymizmi? Abdulla o'rnidan qo'pib etining oldiga mengib edi. Havzixonga go'yo yuragi o'rnidan qo'zg'alib ketgandek bilindi. Tili tutilib, oroli gap qila oldi. Ko'rish niyatingiz bo'lsa-la. Abdulla otga minib bo'lgandan keyinmi xeyligacha Havzixonga qarab turdi. Ko'kda oy uzib yuradi. Turum bulutlar daryo to'lqinlaridek oqatdi. Ot pushqiraydi, tepchaklaydi. Sutdek oy nuri ostida kechining sirliq jimjitligida u xuddi rivoyatlardagi tulpardek ajoyib go'zal, hayvatlik ko'rinadi. Uning ustida tikkida o'ltirgan navqiron yigit bo'lsa, ana shundoq tulparni minib 7 kunlik yo'lni bir kunda bosadigan botir polvonlarga o'xshaydi. U yiroqlab ketdi. Oxiri g'oyib bo'ldi. Havzixonning qalbini etqusiz pushaymon, hasrat chulg'ib oldi. Kechining g'urg'ur shamoli kuchaydi. Sho'x shamol titrab turgan nozik yo'pirmoqlarning barigidan. Yiroqdagi qum barxanlarining oy nurida sutdek porqirab turgan yuzidan. Havzixonning mangzidan suyib qochadi. Qaytadan kelib, uning sochlarini cho'gib, ro'milini uchirtadi. Havzixonning xiyolimi tinimsiz shamolga agishib, yiroq-yiroqlarga ketadi. Havzixon ajoyib uzun 2 kecha, 3 kunduzni o'tkazdi. U kunduzi mengib yuradi, kuladi. Dadisiga, tuqqanlarga bir nimalarni deydi. Ammo nima deganini o'zimi bilmaydi. Kechalarla uning haqiqiy hayoti boshlanadi. U uyqu bilan uyg'oqlikning, xiyol bilan tushning g'uva ufuqida Abdullani ko'radi. 3-kuni kechasi u to'nglikdan tushib turgan oy sho'lisiga qarab yotadi. Tuyuqsiz o'g'zi g'irslab qoldi. O'g'zida kimdir biri avaylab mengib yuradi. Havzixon o'rnidan sakrab qopib ketdi. Vorqirmoqchi, oqilarini uyg'otmoqchi bo'ldi-yu, ko'ngli bir ishni sezgandek bo'lib, tili so'zga bormadi. Tuyuqsiz to'nglikdan bir bosh ko'rindi va orqadalla Havzixon deb osta to'ldi. Havzixon qinqiniga sig'may qoldi. Yuragi etilib chiqib ketadigan-dek dupuldaydi. Voy xudoyim, Abdullamisiz, chaqqan tushib keting, oqilarim to'yib qolsa chatoq bo'ladi. Meni yana haydab o'tamsiz? Amsa men to'ngligi choplashib turgan yigitning ovozi titraydi. U qo'pib ketmoqchidek bir harakat qildi-yu, qo'polmadi. Havzixon eshikni qandoq ichibatganini, Abdullaning uyga qandoq kirganini bilmadi. Faqatla oldida o'ziga talmirib turgan Abdullani ko'rdi. Ishkidan kuchli hayajondan loq-loq titraydi. Behush bir holatda bir-biriga talpinadi-yu, qadamini yutkashga, so'zlashga holi yetmaydi. Go'yo ikkisi dunyoning ikki chetida turgandek, bir-biriga yetish uchun 100 yil ketadigan-dek bilinadi. Ular bir-biriga qarab etildi. O't bo'lib yongan tanlar kirishib, tiniqlari qo'shilib ketdi. Yigit quchqida lag'ildab titrayotgan, esa davatgan Havzixonni xuddi kichik bolani ko'targandek ikki qo'llab ko'tarib oldi. Osmonning bir burchiga oqirishga boshlaganda Abdulla uydan g'ippida chiqib ketdi. Uning orqasidan bo'yining eshigi g'ichirlab echilib, uning yo'tal ovozi, uhlari ho'ylini bir oldi. U odati bo'yicha lanati yo'tal bilan bel og'riqini qo'shib tillab, g'udurg'inicha eg'il tarafga ketdi. Havzixon mast xush holatda ko'zlarini chala yumib yotadi.
Hayajandan, şadlıqdan qanidan chiqib ketayli deb qolgan yuragi texi iziga tushmagan. İşki manzadagi qizilliq suyishning harorati o'chmagan edi. O'zicha kulatdi. O'zidagi ajoyib o'zgarishlarga hayron qoldi. Ilgari xotinlik majburiyatini o'tash uning uchun chidag'usiz mushaqqatli hashar edi. Yuragi mundaq sakrab chiqib ketadigandak so'qmaydi. Hech qachon mundaq shodlik ham baxtiyorlik tuyg'usiga cho'milib boqmagan edi. Vujudida faqat hayvonlarcha bir xil taqozolik bor edi. Orqadan qalbida nafrat, yirginishli qoladi. Tong atar atmay o'rnidan turib elib, bo'yini suvga silib, pak-pakiz bo'lgandan keyinla yengillab rohatlanib qoladi. Bugun bo'lsa tantini, qo'llarining uchiga qadar bir rohat ilkida. Ko'nglida qilch qo'rqinch, dilg'ulliq yo'q. Aksicha ruhi ham teni birdilla poklanib, nurlanib ketgandek yangicha bir sezim bor. Atiganlik dasturxon ustida yengillari Havzixonning kayfiyatidagi o'zgarishlarni sezishib hayron bo'lishdi. Havzixon yiqilib bir yerda ot tuyoqlarining do'pirlagan ovozidan uyg'onib ketdi. Go'yo nurg'un otlar nagidir chepishib ketayotgandek edi. U cho'chib quloqlarini sirtqa tikdi. Ammo boyiqi ovozlar nagidir g'oyib bo'lib, atrof timtasliqqa cho'mdi. Qorong'ulik qo'yniga mash'um bir jimjitlik yeyilmoqda edi. Bu jimjitlikning orqasida nemidir bir narsa yoshiringandek bilinadi. Kimdir biri jon jahli bilan varqirayapti. O'g'ri! Ot o'g'risi! O'g'rini tutinglar! Biri palaxshib yugurib yana to'xtab qoldi. Eshiklar g'ichirlab echilib, Havzixonning oqilari choponlarini yepinchaqlig'icha hoyliga yugurib chiqishdi. Nurg'un kishilar hoyla, eg'il eshikini echishib o'zlarining ot uloq jondarlarini editlab boqdi. O'ri to'pi bo'lishdi. Xeyli uzungacha gudonlashib so'zlashdi. Keyin hammadan dadisining bo'q yo'tal ovozi besib tushdi. U xirqirab turib o'g'illariga: "Qo'lig'ininglar beka! Ko'zi borkan kasopatlarning. Bu atrofdagi har qanday ot bilan ularni qo'g'lab yetolmaysizlar. Amdiki gap, xotin bolalaringlarni uydan chiqarmanglar, izni buzilatmasin" dedi. Saharda izchi keldi. U tog'liqlardek yo'g'on oq talpak kiygan, cho'ruq tortgan 50 yoshlardagi po'qoq odam edi. U turqiga xos bo'lmagan chaqqonlik bilan uylarning atrofida, o'zida birdam oylangandan keyin Havzixonning oqillarini va mahalladagi bir necha arni boshlab cho'ng yo'lga tushib ketdi. Bir to'p ko'ylakjon, yalong oyoq ayollar bilan bolalar darvoza tuvida turib, chang to'zitib uzab ketayotgan izchilarning orqasidan qarab qoldi. Ularning orasida turgan Havzixonni nemishqidir bir xil ansizlik ilkiga elib oldi. Izchilar yiroqlashgancha uning ko'nglidagi andisha kuchayishga boshladi. U ikki qo'lini maydasiga ilib, ich-ichidan qaynab chiqayotgan titrekni bosmoqchi bo'ladi-yu, bosolmaydi. Shu kuni kechda Hamroxon Havzixonning yeniga kirib, izchilarning Abdullani tutib, midir-sidir qildirmay Yamulga topshirib berganligini yetkazdi. Bir o'qishmaslikning yuz berganligi aniq edi. Ammo Havzixon eg'iz ocholmaydi. Eg'iz ochsala, aqllari oldida Abdullani teximi cho'ng balog'i tiqidi. Yana 2 kun o'tdi. Izchilar otlarning ot bediklari tarafidan yoqi yurtlarga elib ketilganligi to'g'risida xabar elib qaytib kelishdi. Aslida ular Abdullah bilan ovora bo'lib yurganda, o'g'irlar bediklar bilan birlashib otlarni yo'tkab bo'libdi. Kechikib aqlini topgan izchi peshonasiga poqqida birini urib: "Astag'firullah, ma'u ishni ko'mamdigan. Mazlum xalqning kasofatidan mushundoq bo'pti emasmi?" debli qopdi. Boshqalar bu to'g'rida qancha eg'iz tatilasimu qayta zuvon surmabdi. Ot davosi bara-bara jimiqdi. Ammo Havzixonning oqillarining Abdullahga saqlab kelgan husumati yo'qolmadi. Bo'libmi, izchining oshu bir eg'iz so'zi ularning ko'ngliga gumon o'tini yiqavatgan edi. Ular yoshirincha Havzixonga ko'z quloq bo'lishadi. Fursat tepib Abdullahni rosa bir boplashni ko'ngillariga pukishgan edi.
Xuddi ularning ko'nglidagini sezgandek, Abdullamu shu ishdan keyin bu taraflarga oyoq bosmadi. Havzixon bo'lsa, bir tuqqanlarning ko'z ichida g'azondek sarg'ayishga boshladi. Shu kunlarda u horg'on ochqinini, qo'ygan tutqinini bilmaydi. Choq oldida o'ltirib, naqshini boshlaydigan bo'lsa, odamning yuragini pari-pari qiladi. Bugun Havzixon Hamroxon bilan bozorga kirdi. Bozor intayin qizigan. Odamlar tiqma-tiq bo'lib ketgandek ko'rinadi. Ular ikkisi yuzini etib olgan bo'lsa-mu, atrofiga esankirab qarashlaridan sal chetkirak chiqib, bir-biriga qarab tamtirab to'xtab qolishlaridan kimnidir izlayotganligi mana bandab chiqib turadi. Har ikkilisila ruhsiz, bo'shashgan. Bozorchilar ularning orqasidan yetishib, orqaga tashlab uzab ketishdi. Ular bo'lsa bozor atrofini cho'gilab ketolmaydi. Pal açımen pal. Hey bendiler, pişaniga yezilgandan qutulup bo'lmas. Va lekin sebep bilan sevette su to'xtamay qalmas. Hey bendiler, aşkının o'tida vayron bo'lgan ma'shuqlar. Bevafo dunyo savdosida bag'ri chak bo'lgan bechoralar. Yo'l yoqasida kirilishib ketgan bo'z ko'ngligining yirtiqlaridan o'ruq, qop-qora badani ko'rinib turadigan qarg'u polchi o'ltirdi. Oldidagi puchuq hijirga bir necha tal siyriqimiz siyirmoq. Dostixonga kirdi, ko'kchilar tashlangan. Havzixon uning oldiga yukinib, tovoqqa bir necha tal yarmoq tashladi. Qarg'u og'zidan ko'pik qaynatib, ichida bir nimalarni o'qiydi. U bir hozirgacha lavlarini midirlatib, ondan o'lik so'zlashga boshladi. Ko'rdim, ko'ryapman. Oldimda bir sikilak o'ltirdi. Shundoq o'z, lavan, peshonasidan dili yo'ruq, tegi issiqligi chiqib turdi. Hey ilsit, bechora sikilak, kundoshning qulida jinidan ayrildi ekan, kundoshning. Yum og'zingni ushum eg'iz qiyri, suvaningmi ko'zingga o'xshash tutilib qolar ilohim, sar tiling qurib ketdi. Hamroxon polchining oldiga devaylab berib tirladi. Beshig'i to'qmoq tekkandek bo'shishib, jimiqib ketgan Havzixonni tortib yo'lga elib chiqdi. Ishkaylan orqasidan birsi qo'g'layotgandek ishtik mo'tdi. Hamroxon qiyli yergacha polchini tillab mo'di. Havzixon bo'lsa o'z xiyoli bilan. U Abdullani o'ylaydi. Uni ko'rish taqozoligida yuragi o't bo'lib yonadi. U nemishqi yo'q. Meni unutib ketgandim-u ya. Ko'ngil aynigida oshu birli fikri takrorlanadi. O't tilidek lug'uldab, kengayib butun vujudini o'rab oladi. Oshu la'nati xiyolning o'zidan ner qilishga qudrati yetmaydi. Ushtum tut, uning oldi tarafga maqsadsiz tikilgan ko'zlari birdili chaqnab ketdi. Qorong'ulashayotgan yer jahon uning ko'ziga yo'rib ketgandek ko'rindi. Ko'p-ko'k osmon gumbizi ostida, bo'z balvoqdek so'zilgan yo'lning chetida bir otliq kishi ularga oldini qilib turadi. Qaraganda ularni saqlayotgandek edi. Uning ot ustida tikkida o'ltirgan oshu qomatini Havzixon har qanday joyda to'nib olaydi. Hamroxon hech narsa ko'rmagandek o'tib ketdi. Havzixon bo'lsa turgan joyiga mixlanib qoldi. Abdulla otdan sakrab tushdi. Havzixon? U oldirab Havzixonga emishdi. Havzixon, menga nima ish qaramaysiz? Meni bunda qiynamang. Aran balalikda bir ko'rishganda men rostini esa mundaq o'taverishga chidamadim. Chidamag'ingiz yolg'on. Rost bo'lsa necha oyning yog'i bir ko'rishning qo'yida bo'lmasmidingiz? Menga nima ishga ishonmaydigansiz? Kechalari uyingizning atrofida cho'rgilab yurganimni, uyingizga kirolmay, nim bo'lib ketganimni bir o'zim bilaman. Ondan qolsa Xudo biladi. Anisa. Gapning ochiqini qilsam, meni kambag'alkin demasangiz, ikkimiz to'y qilayli. Havzixon jodu ko'zlaridan o't chaqnatib, uningga lappada bir qarab qo'ydi-da, sal neridagi jiydalikka kirib, nam qirg'a o'ltirdi. Abdulla uning oldida yerga yukindi. Qo'llarini chang tutib, ko'zlariga talmirdi. Ular shu holda o'ltirib uzoqqacha mungtashdi. Ot ularning atrofida cho'rgilaydi. Kelishgan oyoqlari ostida chulvur xuddi uzun yilondek so'rilib yuradi. Chush. Poyonsiz jaziraning o'ttirsidan kesib o'tgan harvi yo'li xuddi cheksiz uzun zarang lentadek porqiraydi.
U gah qum barxanlar orasida g'oyib bo'lsa, gah zo'mchak yeshilliklar orasida yo'qolib ketdi. Tuyuqsiz yana ko'rinib, yiroq-yiroqlarga so'zilib ketdi. Yo'l tip-tinch, ins-jinsiz. Keyin yo'lning nariqi chetida kichikina qor chekit paydo bo'ldi. Bara-bara zo'raydi. Oxiri uning bir otliq kishi ekanligi ma'lum bo'ldi. Kunning issiqligiga qaramay, yo'g'on talpakni cho'kirib kiyib olgan bu kishi otni bir xil yo'rg'ilatib, Oribog' mahallasiga qarab mo'ndi. U mahallaning chetidagi tul xotinning eshigi oldiga kelib otdan tushdi. Eshik oldida 3 tup yong'oq daraxti bor edi. Etini yong'oq daraxtlarining biriga bog'lab, uyga kirib ketdi. Hayal o'tmay, uydan paranjilik chaqqongina ayol chiqdi. U kiyikdek chaqqan qadamlar bilan mahallaning yuqorisiga yurib ketdi. U to'laroq qo'noqliqlarni oralab mang'atdi. Oyig'i ostidan helidan heliga chekatga poqalar sakrab chiqqanda cho'chib o'zini u yoqdan bu yoqqa otadi. Oxiri u to'polon yo'lga tushdi. Yalang'och putlari bilan qiyri o'jmiga yulab silingan tomga yamashdi. Tashpash deguncha chetdagi uyning o'g'isiga tushib to'nglikka engishdi. U yerdan xelili cho'ng bir bo'g'jumini ko'targanicha yo'lga sakrab tushdi. Birdam to'pi kechib mongandan keyin qandoq kelgan bo'lsa, shundoq tezlik bilan qo'noqliqlar orasiga kirib ketdi. Bir osh pishim vaqt o'tdi. Baudunaxunning ho'yli ishki g'ichildab echildi. Seriq chekim gullik ko'k tovar ko'nglak kiygan. Paranjisini qo'lida ko'targan Havzxon sirtqa chiqib, atrofiga alanglab qaravatida boyiqi ayolning izidan ketdi. Yiroqda dunyodan xabarsiz bir to'p yalang'och bolalar suyi qurib qolgan eriqda loy o'ynayotdi. Ular badanlariga, yuz-ko'zlariga qop-qora loy surtib olgan bo'lib, yiroqdan xuddi bir to'p endi bolalardek ko'rinadi. Havzixon shu mongancha boyiqi 3 tup yong'oq tuviga kelib to'xtadi. U yerda uni yo'g'on talpak kiygan Abdulla bilan bo'g'jumi ko'targan Hamroxon saqlab turadi. U untinsiz berib Hamroxonning qo'lidan bo'g'jumini oldi. Abdulla uni otga mindirmoqchi bo'lib edi, ot tipchaklab ketdi. Abdulla bir qo'lida otning eg'iz turqini chang tutib, yana bir qo'lini Havzixonga berdi. Havzixon Abdullaning qo'liga tayinib, parqirab turgan o'zangiga dasib, chaqqonlik bilan otga minib oldi. Orqadan Abdulla mindi. "Xo'sh, jinim adishim, aman bo'lsak ko'rishamiz." Havzixonning ko'zlari yoshga to'ldi. Bo'g'uziga bir narsa gaplashib qolgandek bo'lib, ovozi titradi. Hamroxon bo'lsa, hech narsa deyolmay, oqollari bilan yuzini yopqinicha uyning orqasiga yugurdi. Kech kunduz sinmay yig'lab, qo'ynim to'ldi ko'z yoshqa. Yana yig'lab nima qilay? Qora ko'zning ko'ngli boshqa. Oradan 5 yil o'tib ketdi. Havzixon bilan Abdulla bu yillarni jahonning bir chetida o'tkazdi. Ular o'tgan kunlar uchun pushaymon qilgani yo'q. Hol kuni hech kimdan qolg'usiz. Hayot so'qi va xushalliqi cheksiz edi. Oxiri ota-ona al-yurt piraqi ularni Orig'ulga qaytirib keldi. Kelib atsila Havzixon erini elib, dadisini yo'qlab bordi. Dadisi bilan akallari quchoq echib kutib olganda, Abdullani kuyovlimiz deb e'tiborlab, qilg'ili qiliq topolmay qolganda, Havzixonning ko'nglini besib turgan yo'g'on bir tosh yerga tushdi. Uning yana bir xushliqimi bor. U bo'lsa-mu, bir tuqqunidek yaqin ko'rib azizlaydigan Hamroxonning Orig'ulga yotliq bo'lib, Havzixon bilan bir mahallalik bo'lib qolgani. Hamroxon qiz vaqtlaridagi qada-qomatini yo'qotgan bo'lsa-mu, yanili chiroyli edi. Yo'l monganda lig'irlab turadigan to'liq badani, olmadek cho'qchiyib turadigan ko'ksi uningga yetilgan cho'kkallarga, onalarga xos salobət bergan edi. U kichik o'lib ketgan ikki bolasining o't piraqini unutib, qaytadan echilib yeyilib, hayot payzini surishga boshlagan edi. U gap qilganda qoqoqlab kuladi. Cheqir ko'zlarini o'ynatib, atrofiga olanglab qaraydi.
Erlarni ko'rganda har xil xulqlarni chiqaradi. Shuningga qaramay, u yanala shuncha dilkash. Kishining omurxliqini keltirgidek darajada muloyim, yiqimliq edi. Qadinaslar qayta tepishgandan buyon, atigan oqshomlari bir-biridan ayrilmay texmi ejil bo'lib ketishdi. Bu kunlarda Havzixonga o'z baxtimi xuddi 15 kunlik to'lin oyga o'xshash to'lgandek bilinadi. Agar ular bolalik bo'lsa, ularning baxtiga baxt qo'shiladi. Har ikkilisining murodi hosil bo'ladi. Etizliqlar orasidagi yo'l. Bog'ning so'qmi temi. Bog'dan sirtqa chiqib turgan shoxda g'ujjida g'o'ra. Havzixon egizga sakradi. Bo'lmadi. Yana sakraydi, oxiri shoxning uchidan tutib oldi. Yana bir qo'lini uzatib, g'o'rlarni uzmoqchi bo'lishiga yo'g'on bir siyriq isht etilib kelib, uning etikini tishladi. U uning og'ziga kuchab birni tepdi. Ish tuyuqsiz qizil yuzlik, soqolliq er kishiga aylandi. U to'xtamay hijib, Havzixonning qo'liga eslatdi. Havzixon uning qizg'uch, yesipdek to'liq barmoqlarini tishlamoqchi bo'ldi. Ammo u oldida turgan kishining o'ziga orqasini qilib turgan Abdulla ishkanligini ko'rdi. Tova, Abdulla ishtonsiz edi. Uning yalang'och sag'risi, pochoqlari shuncha ochiq ko'rinib turadi. Havzixon xiyilgacha chang tutib turgan shoxni qo'yib etib, Abdullaga ishton akilib bermoqchi bo'ldi. U yugurib ketib etib, nimigadir putlashib yiqildi. Shuncha tirmishib zodili qo'polmadi. Havzixon yuragini toshdek ig'ir bir narsa besib turgan holatda uyg'ondi. Gangirab uyning tam to'g'risiga, bulung-bulunglariga qaradi. To'g'ri, bu uy uning Orig'oldagi yangi uy. Ammo u har kuni atiganda ko'zini echibla o'zini tamoman yot bir joyda turgandek sezdi. To'rt atrofiga, ishik, to'ngliklarga sinchilab qarab, o'zining nadiligini xiyli tasda asga oldi. Bugun shundoq bo'ldi. Uning ustiga hiyliqi tush uni o'yga cho'mdirdi. U birdilla o'zida o'tdek tashnalikni sezdi. U xuddi chanqigan kishining suvga bo'lgan tashnaligidek kuchli edi va borgan siri kuchaymoqda edi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumliqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Osma amraqa amraq degan gap pika emas, juma hamraxan. Ay bo'lib ketdinglar, ay. Mahallaning axaqlari xotinlarga qarg'ili unmasa qanday qilg'iliq amdi. Buzuq bo'lmay nimidi u? Arabaqa kelgandan beri ko'sk ishdak so'kildab hech kimning erini saq qo'ymadi. Eri ba xotinga kasga emas qarchaplashavamizlar bo'lamiki? Gapni qilgan bilan o'tisidan chiqmoqda. Men sizning halol jubdillari, kuyib pishib olgan xotinlariga o'tgan ishlarga salavat. Men munaga bordingiz, nada turdingiz demay. Sizlarmi aytmisizlar. Lekin tomosha mushiyagicha bo'lsinmikin? Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Xayr xo'sh.